Mana bu uy qurilishiga bitta e'tibor beringlar. Ko'ryapsizlarmi qanaqa qilinganini? Yer hisobida sotilishga majbur bo'lishyapti endi. 6 sotuv, xohlasanglar yarmini ham olishinglar mumkin ekan, mabodo kelishib, bu yoqqa ko'chirib olsanglar ham bo'lar ekan. Fasadi 20 metr, ichkariga qarab 30 metr ekan. Xonobod tarafda, Sultonobod mahallasi. Bu ko'chadan chapga yuradigan bo'lsanglar, 8-9 metrdan keyin eski Jockey ot sportiga chiqsanglar bo'ladi. Mana shu uyimizni sotilyapti. Ko'chalarini ko'ryapsizlar. Katta uylar joylashgan mahallada ham. Hovlilarini ham ichkari tarafdan ko'rsatib ketamiz. Fasadi 20 metr, ichkariga qarab 30 metr. Uylarini ko'ryapsizlar, yaxshi holatda. Ichkaridagi remontlari ham yaxshi holatda turibdi. O'zligi yashab turishgan xonadon. Bu taraf ozgina remont qilinmagan, lekin ichkarilari chiroyli qilib remont qilishgan, o'zligi yashash uchun. Bu yerda 2 ga, 3 ga bo'lib, 4 ga bo'lib uy qursanglar ham bo'lishi mumkin, qilsanglar bo'ladigan joy. Pastda raqamlarni qoldirib ketamiz. 25.200 dan deyishyapti. Bo'linishini yoki yarmini sotish uchun ham bitta telefon qilib ko'rasizlar. 3 dan biri yoki yarmini yoki umumiy hammasini olaman desanglar ham egalari bilan maslahatlashib ko'rasizlar. Telefon qilib pastda raqamlarni qoldirib ketganmiz. Kelishtirib so'rab ko'rasizlar. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.